Qizlar, mana shunaqa tunlarni ko'proq ishlatamiz. Mana e'tibor beringlar, pastigacha sal tortgandek bo'lib turibdi, lekin bu tortilmagan, mana dazmol qilingan tekis. Lekin buni yana ham silliq ko'rinishi uchun hozir bitta life hack sizlar uchun hozir ko'rsatib o'taman. Parno dazmolda mana tepadan boshlab dazmol qilishni boshlaymiz. Mana bu chokidan ushlagan holatda, mana shu chok yurgan joydan ushlagan holatda pastga qarab, mana sekin tushib olamiz. Va shu holatda, mana shu holatda ushlab turamiz. Mana 2 daqiqa ushlab turamiz, sovib olguncha. Sovib olgandan keyin o'zi silliq bo'lib qoladi o'zining holatida. Mana, o'zi tayyor. Endi pardalarning yoni har doim silliq turadi. Mana shunaqa holatda. Albatta, parno dazmolda dazmol olganimizdan keyin. Mana bu joyi ham mana. Silliq. Bu tomonimizda mana parnoda dazmollagan uchun juda ham silliq holatda turibdi.